Nimadan boshlayman? Biz mehr shafqatga a'zo bo'lganmiz. Ikkita gruppa ochganmiz bundan 3 yil burun. Bularni guruh nimasiga kollektiviga kirganmiz. 10 tadan 20 ta ayol qo'shilganmiz. Mana shu qishloq xo'jalik nimasi bilan shug'ullanamiz, dehqonchilik bilan. Boshida tovuqchilik degan edik, keyin tovuqchilik bizga sharoitimizga to'g'ri kelmadi. Ekin-tikin qila olmay qoldik. Shuning uchun biz ekin-tikin qilyapmiz deb tovuqchilikni nima qilib dehqonchilikka kirishdik. Hozir biz dehqonchilikda mana shu yerlarimizga nima ekkanimizni aytavering. Rediska, bodring, manaqa piyoz, ashunaqalar ekib dehqonchilik qilyapmiz. Biz mana shu biz gruppadagi fondimiz hozir 20 mingdan oshib qolgan. Oldin bir to'planganda bo'lib olganmiz, aytavering. Uyat keltirib qoching. Bizning nimamiz rosa ko'payib, nima bir 100 mingchaga yetganda bir marta bo'lib olganmiz. Keyin yana yangi boshlab hozir 20 mingdan oshdi fondimiz. Fondimizdagi pulimizni gruppadagilarga, undan oshib qolsa gruppadan tashqaridagilarga beramiz foydalanish uchun. Dehqonchilik qilib hozir ko'p narsalar o'rgandik. Bizga mehr shafqatdan kelgan seminar o'tadigan nimalar koordinatorlar bor. Ashlar kelib seminar o'tadi. Ashlarda nimasi bilan biz ko'p narsalar o'rgandik. Ekinlarga qanday ishlov berish, qanday o'g'itlar solish, hammasini biz o'rganib hozir ancha tajribamiz oshib qoldi. Bundan keyin ham xudo xohlasa mana shu mehr shafqatdan ajralmagan holda ishlaymiz. Agar mabodo mehr shafqatdan ajraladigan bo'lsak ham o'zimiz bu ishlarni bemalol qilib ketishga o'zimiz ishonamiz.